Ikki xonali kvartiramizni 3 xona qilingan 62 kvadratdan iborat ekan, birinchi etajda joylashgan. Oldimizdan ko'rsanglar bo'ladi. Stoyanka, огород qilib qo'yishgan, juda ham chiroyli qilib. Bu yoqda bo'lsa, огородdan kiradigan joyimizni balkonni oshxona qilishgan ekan. Shu joyimizni tegib bo'y baravar podvol qilingan, juda ham akkuratniy состояние turibdi dedilar. Endi o'zimizni tushib ko'rmadik. Endi to'g'riga yuradigan bo'lsak, zalimizni 5 metrga 5 metrlik kattakon zalimiz. Bu planirovka frantsuzskiy отдельный вход deyiladi. Orientirga keladigan bo'lsak, Yunusobod 13-kvartal Samara restorani orqasida joylashgan domimiz. Endi bu yoqqa kiradigan bo'lsak, prixожий zonamiz, to'g'rida podyezdga chiqadigan eshigimiz, orqamda bo'lsa родительский birinchi spalnyamiz joylashgan. Endi bu yoqqa yuradigan bo'lsak, birinchi sanuzelimiz keladi. Yonida alohida hojatxonamiz. To'g'riga kirsak, bu xonamiz eski oshxona bo'lgan, lekin hozir buni ham как родительский spalniy qilib ishlatishayotgan ekan. Kvartiramizda bonus tarafi shunaqa zaxvat joyi bor ekan. Bu yoqda kladovka, yonida bo'lsa sanuzel qilib ishlatib qo'yishgan ekan. Kvartiramizning narxini 75 ming startoviy deyishyapti. Ipotekaga ham, naqdga ham ozgincha kelishtirib beradigan joyligi bor ekan. Uyimizda hamma mebel texnika qoladi. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.